Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Obloshkada ko'rganingizdek, bugun sizlar bilan atiga 10 ming so'mga mollarga yem, ya'ni osh qaynatishni ko'rsatib chiqaman. Mana shu ko'rib turgan yeminglar atiga 10 ming so'mga pishgan, ya'ni tayyor bo'lgan. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta molga yetadigan yem. Bu nimalardan tayyorlanadi va qancha pul ketadi, nimalar kerak, shular haqida batafsil aytib o'taman. Undan oldin kanalga like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Ularni ko'rishni xohlasangiz, birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bu yemni tayyorlash uchun bizga mana bunday guruchni mayda xili, ya'ni bizni Xorazm shevada buni ushoq deydi. Mana shundan kerak. Buning 1 kilogramm narxi hozirgi kunda 1500 so'm. Bizga hozir ko'rsataman. 3 kilogramm yetadi. 3 kilogramm bundan va buning kepagi bor, ya'ni guruchni kepagi. Bizni Xorazm shevada bu unta deydi. Mana shunday. Bundan 1 chelak. Bu 4 kilo chiqadi. Bu chelakning vazni bilan hisoblaganda 4 kilo. Shundan kerak. Va bunga 3 ta chelakda suv solamiz qozonga va qaynatamiz. 100-200 gram tuz ham solamiz. Shunda molning ishtahasini ochib beradi. Ko'rib turganingizdek, atiga 10 ming so'm evaziga 10 ming so'mga 4 ta molni, 5 ta molni bemalol boqsa bo'ladi. Bu yem juda yaxshi natija beradi. Hozir ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan ho'kizinglar 1 yildan buyon mana shu yem bilan boqib kelinmoqda va ko'rib turganingizdek natijasi ancha yaxshi. O'zgarish katta. Bu qolgan mollarga ham xuddi shu yemdan berib kelinmoqda. Ularni ham videolar davomida qo'yib boraman. Like va obuna bo'lishni unutmang. Bu quruq yemlar, ya'ni suyuq yemlar quruq yemlarga nisbatan yaxshi natija beradi. Chanqashini oldini oladi. Undan tashqari u hazm bo'lishi yaxshilanadi. Hozir yemlarni berib o'taman. Batafsil ma'lumotni izohlarda yozib qoldiraman. Like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozavering. Hammaning savoliga javob beraman. Ko'rib turganingizdek, bularni yaxshi yeydi, boshqa yemlarga qaraganda. Buni har xil mollarga bersa ham bo'ladi, hatto kichik xonalarga ham bo'laveradi. Chunki bu yem zararli emas, bo'ktirib ham qo'ymaydi mollarni. Har xil mollarga ham to'g'ri kelaveradi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni ham unutmang. Bu yemni atiga 10 ming so'm deganimning sababi ushoq, ya'ni guruchni maydasi 1500 so'm. 3 kilogrammi 4,5 ming so'm bo'ladi. Ushoqni, ya'ni guruchni kepagi unta, u ham hozirgi kunda 1500 so'm. Undan 4 kilogramm yetadi. 4 kilogrammi 6 ming so'm bo'ladi. Jami 10 ming so'm. 10.500 so'm, ya'ni 10 ming so'm ketadi hisob. Undan tashqari biz ertalab bu yemni beramiz va ketidan
mana bunday somon ezib qo'yganmiz. O'sha somonga shu yemdan mana xuddi o'sha ushog'ining kapagiga untadan sepib beramiz. Bunga bug'doy kepak ham bo'ladi. To'g'ri, u qimmat, lekin u ham foyda beradi. Bu arzon, budjetli variant. Hozir buni sepib beramiz. Mana bu yerga xaritada sepyapman. Shuni korib, bu yemni yeb bo'lgach, ketidan mana shu somon beriladi mana. Biz har kuni bir mahal beramiz bu yemni va 2 mahal somon. Kechki payt yana boshqa yem beramiz. U yemni oldingi videolarda qo'yganman. Bu yem ertalab va kechki payt beriladi. Somon ham shunday, ertalab va kechki payt. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa va uyda shunday mol boqishni xohlayotganlar bo'lsa, videoga albatta like bosib qo'yishni unutmang.